Assalomu alaykum Gold yulduz mijozlari. Navbatdagi xaridimiz shunday medas sepochkamiz bo'ldi, 4,5 grammlik. Buni bizlarning Instagramdan kuzatib kelgan podpisчигimiz xarid etdi. Hamma reklamalarimizni ko'rib o'tirar ekan. O'zining paxta terib olgan pulini oladir. Yaxshi kunlarga tag'in undan ham zo'rlarni yetirsin. Rahmat Roza opa. Amiga rahmat Yulduz opa. İşlerini omad. Yaxshi kunlarga tag'in. Rahmat. Navbatdagi xaridimiz shunday 585 probadagi ustlari Bakinskiy brilliantdagi komplektimizni xarid etdi. Kelinlarini oldilar. Yaxshi kunlarga taqsin, xizmati buyursin. Rahmat. Yeni qo'yib berasiz. Zapanga rahmat. Kelishtirib xonamizga berdi. Yaxshi kunlarga taqsin, xayrli kelin bo'lsin. Arzon etib kelishtirib berdik sestranglarga. Klientimiz Moskvadan turib internet orqali shunday bizdan zakaz etdilar. Qadimgi opalarni tug'ilgan kuni sababli podarka sifatida oldilar. Umrlari uzoq bo'lsin, shunday farzandlar ko'payaversin. Xaridimiz shunday 585 probadagi чистый заводской Dorika komplektimizdan bo'ldi. Xarid etdilar. Sestramiz o'zlarini 18 yil bo'lgan ekan, to'yining bo'lgani, shuning uchun o'zini xursand etish uchun shunday komplekt xarid etdi. Shunday uyda yotgan, tag'ilmay turgan oltinlarni olib kelib, rossiyskiy bizlarga topshirib, shunday chiroyli komplektimizni xarid etib o'tirlar. Sestrajonim, yaxshi kunlarga tag'in baxtli bo'lg'aysiz hamisha. Rahmat. 30 yilliklaringizdan kelib bizlardan 750 proba olib ketgaysiz tez arada. Xaridimiz shunday kardinal braslet bo'ldi. Buni vidlari dim chiroyli bo'lib kelgan, чистый заводской rossiyskiy kardinal 585 probadagi shunday barter etdilar. Ustidan pul berib buni uzilgan ekan. Kimda yana shunday oltinlar bo'lsa, uzilgan ko'na oltinlar bo'lsa, kelib o'zgartirib asabilar toza izделия narsalarga. Sestra, yaxshi kunlarga taqsin, qizini sondan ham zo'rlarni yetirsin. Rahmat. Navbatdagi xaridimiz shunday 585 probadagi Bakinskiy usti brilliantini xarid etdilar. Eng yaxshi o'tib turgan variantlardan biri bu. Kelishtirib arzon bahada berdik. Kimga yana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Gold yulduzda kutib qolamiz. Yaxshi kunlarga taqin qiz. Rahmat. Xorazmdan kelgan klientimiz shunday o'zlarini kardinal sepochkadan xarid etdilar. Arzon narxlarda kelishtirib berdik. Nasib etsin aytgan, undan ham zo'rlarni olamiz. Sog' bo'linglar. Klientimiz ballari bilan kelinlari shunday brilliantovoy komplektni xarid etib o'tirlar. Opalari Moskvada o'tiribdi. Olib qo'yaptilar tug'ilgan kuni sababli. Nasib etsin. Klientimiz shunday brilliantovoy komplektni o'zlarini xursand etib, o'zlarini podarka etdilar. Nasib etsin, undan ham zo'rlarni olg'aysiz. Rahmat.